Bolam qori bo'lsin deganlar uchun ushbu videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Pastki qismida joy namozlari, tajvidli Qur'on tasbihlari bor. Ajoyib bolajonlar uchun naborimiz. Qo'shimcha kattalar uchun Ka'bali qutida Jannatim onam hamda Alhamdulillah nomli juda ham ajoyib qutilarda tayyor bo'lgan obi zamzam suvlari, muborak Qur'on kitoblari, elektron tasbihlari, Qur'oni Karimning o'zbekchaga tarjima hamda tafsir qilingan variantlari. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh haq subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min, musulmon qilib yaratdi. Hammalarimizni bu dunyoga omonat qilib yuborar ekan, vaqtincha yashab, Allohning buyruqlariga itoat qilib, bandalikni bajo keltirib, bir kuni bu dunyoni tashlab ketishligimizni ham Alloh bizga kunini, soatini belgilab qo'ygan. Bunga hammamiz iymon keltirganmiz. Allah Qur'oni Karimda "Estaizu billah, kullu nafsin da'iqatul maut" bu dunyoda har bir nafs egasi borki, bir kuni o'limni sharbatini totadi deb marhamat qilgan. Lekin inson o'zini yaqinidan ayrilish musibatini juda qabul qilish qiyin bo'lar ekan. Ayniqsa otadan, ayniqsa onadan. Ota-onadan judo bo'lgan juda ko'pchilikni qalbida o'ta mahzunlik ko'payib ketadi. Ba'zilar besabrlik qiladi, ba'zilar sabrlilik bo'ladi. Yaqinda bir inson oldimga kelib yig'lab gapirib qoldi. "Domla, meni otam olamdan o'tdilar. Otam jon berayotganlarda yonida o'tirdim. Otam juda qiynaldi, juda qiyinchilik bilan ketdi. Otamni qay ahvolda jo'natdim ekan? Nima bo'ldi ekan? Amallari nima bo'ldi? Siqilaman domla, yig'layman. Dadam yaxshi inson edi, lekin dadam oddiygina bir mu'min edi xolos-da. Na ilmi bor edi, na boshqasi bor edi. Oddiy bir namozxon, oddiy bir obid inson edi" deb yig'lab qoldi. Men u insonga xafa bo'lmang. Men sizga bir hadisni aytib beraman. O'sha hadisni eshitib, otangiz bu dunyodan qanday ketganiga guvoh bo'lasiz inshaalloh dedim. Va buyuk bir hadis bor. Barro ibn Ozib radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislar. Barro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytibdilar: Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bir janozada ishtirok etdik. Ansoriyning janozasida. Janozasini o'qib qabristonga borganimizda qabr tayyor bo'lmagan ekan. To qabr kavlanguncha o'tirib turdik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qibla tomonga qarab o'tirdilar. Qo'llarida bir cho'p bor. Cho'p bilan yerga nimalarnidir chizib o'tiribdilar. Biz esa Rasulimiz alayhisolatu vassalamning atrofida o'tiribmiz. Shu qadar o'tiribmizki, go'yo bizni boshimizga kelib bir qush qo'nsa, uchib ketmaydigan darajada qimirlamasdan o'tiribmiz. Shunaqa e'tibor bilan o'tiribmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir osmonga qaradilar, bir pastga qaradilar. 3 marta shunday qildilarda, qabr azobidan panoh so'raylar. Qabr azobidan panoh so'raylar deb 3 marta aytdilar. Va orqasidan o'zlari: "Ey Robbim, men sendan qabr azobidan panoh so'rayman" deb 3 marta qaytardilar. So'ng quyidagi gapni aytib berdilar. Biz hammamiz eshitib turibmiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday dedilar: "Bu dunyodagi oddiy bir mu'min bandani bu dunyodan ketish vaqti kelib, oxiratga safari boshlansa, quyidagi hodisalar ro'y beradi" dedilar. Osmondan birinchi navbatda bir farishta tushar ekan. Yoki malakani yoki 2 farishta debdilar boshqa rivoyatda. Haligi farishtaning qo'lida jannatdan olingan kafan bo'lar ekan. Jannatdagi atirlar bilan muattarlangan, ziynatlangan haligi kafanni olib, jon berayotgan otangizni yoki onangizni yoki qadrdoningizni oyoq tomoniga kelib o'tirar ekan. Ko'zi tushib turadigan joyigacha haligi inson ko'rar ekan, ammo biz atrofidagilar ko'rmaymiz ekan. Mana shunaqa paytda eslasangiz, xalqimiz orasida o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'zi bilan o'zi ovora bo'lish deganda, u inson bu dunyodan o'tayotganda haligi farishtani ko'rib turar ekan azizlar. Farishta shunday chiroyli ekanki, yuzlari munavvar, xuddi quyoshdek porlagan holatda kelib o'tirar ekan. Ro'parosida dalda berib o'tiribdi. Keyin jon oluvchi farishta keladi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. U kelib bosh tomoniga o'tirar ekan. Shunda u jonga qarab aytar ekan, haligi jismdagi ruhga qarab: "Uxriji, ey ruh, chiq endi. Rozi bo'lgan holatda, Alloh rozi bo'lgan, mag'firat qilingan holatda chiq. Chiqa qolgin endi. Chiqadigan vaqting keldi, chiq endi" deb shunday mayillik bilan haligini chiqarar ekan. To'g'ri azizlar, aslida jon berishlikda sakaroti bor. Jon berishlikda qiyinchiligi bor. Chunki hamma jon berishlikda sakarat bo'ladi. Lekin bu insonda jismidagi qiyinchilik, sakarat.
lekin aslida ruhni mana shunday chiroyli qilib olar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunday o'xshatyaptilarki, xuddi bir idishdan suvni to'kkandan keyin eng oxirgi tomchisi suvdan silqib idishdan oqib chiqqandaqa jon shunday ruh chiqar ekan. Haligi ruhni jon oluvchi farishta olishiga hech qancha muddat turmasdanoq narigi kafanda olib tushgan farishta shunda olib kafanga o'rab olar ekan. Jannat kafaniga. Uni olib osmonga chiqib ketar ekan azizlar. Osmonga chiqib ketganda, birinchi osmonga chiqqanda u yerdagi yo'liqqan farishtalar so'rar ekan, "Muncha ham shirin xushbo'y ekan bu ruha, kim ekan bu ruh?" desa, haligi farishta fulan ibn fulan, bu palonchini o'g'li pistonchi deyar ekanki, bu dunyodagi eng yaxshi ko'rgan ismi bilan chaqirilar ekan. Kimidir jon, kimidir palonchi degan ismni yaxshi ko'rsa, mana shu ism bilan chaqirilar ekan. Ana bundan keyin yuqoriga 7-osmongacha chiqib borgandan keyin Alloh azza va jalla bu bandamni ismini Illiyinga yozib qo'yinglar der ekan. Va buni hozircha tanasiga qaytarib turinglar. So'roq savol qilinar ekan qabrda, ruhga qaytar ekan tanaga. Mana shu paytda ruh haligi hurmatni ko'rib, bu ehtiromni ko'rgan paytda uydagilarga nido qilar ekan o'sha joyda turib, "Tezroq meni kafanlaylar, tezroq meni yuvinglar, tezroq meni janozamni o'qinglar, tezroq meni dafn qilinglar" deb turar ekan. Shuning uchun aslida mayitni tezlashtirish degan gap shundan chiqqan ekanda. Haligi ruh qabrga qaytib kelar ekan. Ana bundan keyin u joyda Munkar Nakir farishtasi kelib, undan so'roq savol qilar ekan. Robbisini so'raydi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni so'raydi, kitobni so'raydi va unga jannat bashoratini berilar ekan. Alloh taolo aytar ekan, "Men bu bandamdan roziman, uni mag'firat qildim. Buni qabrini kengaytirib qo'yinglar, ko'zi yetadigan joygacha qabrini kengaytirilar ekan va jannat tomondan darcha ochib qo'yilar ekan. Jannat liboslari bilan liboslantirilar ekan." Mana shu payt juda ham chiroyli bir inson oldiga kelar ekan. Allohning sizga bergan yaxshi xabarlari, bashoratlari qutlug' bo'lsin degan ma'noda u inson hayron bo'lib, "Men sizni taniy olmayapman. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Kimsiz?" der ekan. Chiroyli yuzlik inson qiyofasidagi zot unga qarab, "Meni tanimayapsizmi? Taniy olmayapman. Men sizni u dunyoda qilgan solih amallaringizman" der ekan. Bekorga xalqimiz duo qilganda qilgan amallaringiz qabrda o'zingizga hamroh bo'lsin deb duo qilmas ekanda, haligi hamroh bo'lib turar ekan. Mana shunday iltifot, mana shunday go'zalligini ko'rgan inson Allohdan so'rar ekan, "Ya Rabbim, menga ruxsat bergin, men bola chaqamga chiqib shuni aytib qo'yay." Yo'q, endi unga ruxsat yo'q. Endi sen yotgin. Mana bu narsa azizlar, oddiygina bir mu'min bandani bu dunyodan kuzatishligi. Siz bilan biz bundan bexabar, bu yoqda o'zimiz kafanlash, dafn qilish va boshqa tadbirlar bilan ovora bo'lib turgan bir paytimizda bizdan o'tib ketgan otajonimizni yoki onajonimizni farishtalar mana shunday hurmat bilan olib ketar ekan azizlar. Bu mu'min bandaning mukofoti, mu'min solih bandaning mukofoti. Shunday ekan azizim, otangizdan ayrildingizmi, onangizdan ayrildingizmi, xafa bo'lmang. Bu taqdir. Sizni ota-onangiz xuddi shunday hurmat bilan bu dunyodan o'tdi. Alloh bizga mana shunday xotima bersin azizlar. Iymonimiz bilan ketishligimizni. Ba'zan menga savol beriladi. Dinimizda onani juda ulug'lanadi. Haqiqatda onani madhi juda ulug'. Ona deganda qalbimiz titraydi. Ona deganda ko'zimizga yosh keladi. Ona deganda mushtipar onamiz ko'z oldimizdan o'tadi. Payg'ambarimiz alayhisalom ham 3 marotaba avval onangga keyin otangga yaxshilik qil deb o'rgatganlar. Lekin bu degani otani darajasi past degani emas azizlar. Ona zaifa bo'lganligi uchun juda hurmatini joyiga keltiriladi. Aslida ota ham mana shunday maqomga ega. Tarozini bitta tomoniga otani, bir tomoniga onani qo'yib, kimisi vazmin, kimisi og'ir, qaysinisi bundoq deb baho beriladigan narsa emas. Otaga ham, onaga ham jonimiz fido bo'lsin. Bu yerda bir qancha otalar o'tiribsiz. Hammamiz ham otalik baxtini musharraf bo'lib turar ekanmiz. Bu ham bir baxt ekanligini doim yodimizda tutishimiz kerak va yoshlardan men o'tinib iltimos qilaman. Men ota haqida alohida bir kuni bir kitob qidirib ko'rdim. Ona haqida juda ham ko'p hadislar bor ekan. Onani maqtagan juda ham ko'plar bor ekan, lekin nima uchun ota haqida yo'q ekan degan ma'noda bir qancha kitoblar qidirib ko'rdim, kutubxonadan qaradim, internetga kirib ko'rdim. Bitta go'zal hadis topdim. Payg'ambarimiz alayhisolamning bir hadislari bor ekan. Ona haqida aytgan hadislarni bilamiz. Jannat onalarning oyog'i ostidadir.
ota haqida ham mana shunga o'xshash bir hadis aytgan ekanlar. Rasulimiz aytibdilarki, ota jannatning darvozasi, xohlasang uni ochib kirib ol, xohlasang yuzingga qarshi yopib ol degan ekanlar. Otalar jannat darvozasiga qiyos qilindi. Buni g'animat bilish kerak. Chunki ota bo'lish oson emasligini ota bo'lganda bilyapmiz. Ota deganda bu bolasi uchun jonini berishga tayyor inson nazarda tutiladi. Hech kim otadek bolasiga mehribon bo'la olmaydi. Zero otalar onalariga o'xshab muhabbatini izhor qila olmasa-da, onalariga o'xshab bolasini erkalatib, quchoqlab, uni yuzidan o'pmaydi, chunki otani otalik salobati bor, erkakligi bor. Lekin aslida ota mehri, muhabbati onanikidan ko'p bo'lsa ko'pki kam emas. O'zimiz ota bo'lib bildik buni. Ota juda ulug' zot azizlar. Ota bo'lishlik sharaf. Ota mana shu bola chaqasini boqaman deb qilayotgan harakati o'zi katta ibodat. Chunki Hazrati Alidan, payg'ambarimizning kuyovlaridan so'ragan ekanlar, siz uchun eng sharafli o'lim qanaqa o'lim topishni xohlardingiz deganda, birinchisi vatanimni, yurtimni himoya qilib o'lishni xohlardim. Ikkinchisi bola chaqamni boqaman deb tijorat mollarimni orasida o'lishni xohlardim degan ekan. Qarangki, bu ham sharaf ekanligi. Kim ertalab bola chaqani boqaman deb ko'chaga chiqib ketar ekan erkak kishi, halollik bilan, qiyinchilik, mushkil bilan bola chaqasini boqishlik uchun qilayotgan harakatini o'zida savob bor. Lekin ba'zan hayot bo'lib turgan otaga e'tiborsizlik qilayotgan farzandlarni ham biz domla bo'lib ko'ryapmiz azizlar. Hozirgi kunda hayot bo'lgani bo'lsa, uni qadriga yetib, uni qo'lini o'pib, yuzidan silab, otajonim mani deb qaddingiz bukildi, mani deb sochi soqolingiz oqardi, sizga men nima xizmat qilsam ko'yingizni topaman ekan degan sa'iy harakatda bo'lmoqligi lozim har bir farzand. Qolaversa, ota bo'lib turgan azizlarimiz o'zlarini mushkul, mashaqqatli, qiyin zahmatlari uchun ko'p o'kinmasinlar. Albatta bu qilingan har bir zahmat uchun savob bor. Orqangizdan qolayotgan farzandlaringiz sizlarning haqqingizda doimo yaxshilikda, duoda bo'lib turishligi o'zi katta xizmat. Bolam qori bo'lsin deganlar uchun ushbu videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Pastki qismida joy namozlari, tajvidli Qur'on tasbihlari bor. Ajoyib bolajonlar uchun naborimiz. Qo'shimcha kattalar uchun Ka'bali qutida Jannatim onam hamda alhamdulillah nomli juda ham ajoyib qutilarda tayyor bo'lgan obi zamzam suvlari, muborak Qur'on kitoblari, elektron tasbihlari, Qur'oni Karimning o'zbekchaga tarjima hamda tafsir qilingan variantlari